Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Duolaringga muhtojmiz. Bir birodarimizni Xorvatiyada qamab qo'yibdi. Matiz bilan hozir keldik. Mana yerda nimasi ekan ularni ushlaydigan joyi ekan. Qachon uxladingmi? Uni ikkimi 3 oy bo'libdi ushlaganiga. Uni bir akalari internetdan kirib Xorvatiya haqida yo Xorvatiyada o'zbeklar deb terganmi? Men chiqib kelganman, meni videolarimni ko'rib, telefon nomerlarimni olib, aka bir iltimos bor, shunaqa bir jiyanda olib borib tiqib qo'yibdi. Nima sababdanligini bilmayapmiz dedi. Keyin uni advokatini nomerini berdi. Advokati xullas Xorvatiyani elchixonasi bu Vengriyada, Budapeshtda. Ularga переводчик taqdim qilinglar desa, ular bilmadim taqdim qilganmi yo'qmi. Undan keyin menga telefon qilib kelib perevod qilib turgan degan uchun keldim. Mana akay. Duo qilib turasizlar o'rtoqlar. Qanaqa vaziyat, nimaga ushlagan, nima grozit qilyapti deydimi, nima deydi, uni xavf solyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa chiqsa yana video qilamiz.